Artkamda 3D fasadlar qanaqa yasaladi? 3D fasadki, ya'ni bitta yoki ikkita umuman frezalar bilan chiqarishi imkoni bo'lmagan shakllarni fasadga urib chiqarish. Ya'ni hozir bunda bir ikkita fasadlar bor edi. Shundan ikkitasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerda уже bemalol xohlagan uzoringizni chizasiz. O'sha uzorni 3D qilib yasaladi va o'yiladi. Aytaylik, mana buni shu freza yordamida chiqarmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa frezani bu yoqqa tushiraman desangiz, bu yog'i ketib qoladi yoki bu yoqni o'yayotganda bir yog'iga tegib ketadi. Shuning uchun ham 3D fasadidan foydalanadi. Hozir endi bir ikkita misollarda ko'rib chiqamiz. Yasashdan oldin modelingizni maksimalni o'sha detalingizni razmeriga to'g'rilayveringlar va mana razresheniyani baland qilib qo'yinglar. Shunda yasaladigan 3D model imkon qadar tekis chiqadi. Aytaylik, bizga 40 ga 70 li fasad kerak. Ekran qanchalik, stol qanchalik kichkina va razresheniya katta bo'lsa, shunda sifat yuqoriroq chiqadi. 3D modellar uchun ishlaydi bu. Va 2D uchun buni shunchaki eng minimalni qo'yib qo'yish kerak. Buning ahamiyati yo'q. Katta bo'lib qolganda shunchaki operativkadan joy olib yotadi. Razmer chizamiz. 40 ga 70 kerak bizga. Qaysi birini qilamiz misol-uchun? Mana buni qilaylik. Mana avkladga o'xshagan fasad. Faqat o'ymamas. Avkladda shu o'zidan chiqib keladi. Shunday o'tib olsak ham bo'ladi. Chetdan qancha qolishi beramiz va o'zi necha bizada bu. Buni eni 7,5 ekan. Mana uzor tushadigan shaklni, ya'ni konturni o'rtasini beramiz. Ya'ni 7,5 bo'lsa, shuning o'rtasi 37,5 bo'ladi menimcha. 37,5 ga kichiraytiramiz. Tanlashda birinchi uzor tanlanadi, keyin birinchi chiziq tanlanadi, keyin fasad uzorini tanlab turib, relief bilan ochib, mana uzor tushdi. Mana shu uzorni bunga ko'chirib berdi. Mana sifatda yuqoriligi shu razresheniya balandligi bog'liq, tekis turibdi. Faqat bu to bizada cheti aval bo'lib turibdi. Buni qirrali bo'lib chiqish uchun krugga kvadrat qilib qo'ysak, qirra bo'lib chiqadi. Bu model yasaldi. Endi buni nimasi qoldi faqat? Trayektoriya berib qo'yishimiz qoldi. Trayektoriya berish ham juda ham muhim, ishlash vaqtiga katta ta'sir qiladi. Masalan, mana mashina aytaylik 1 soatdan oshuv vaqtda ham chiqarish mumkin yoki yarim soatga yetar etmas bo'lgan vaqtda ham chiqarish mumkin. Bu o'sha pichoqni yurish yo'nalishi, qayerdan boshlashi o'shalarga bog'liq. To'g'ri tochkadan boshlab to'g'ri yo'nalish ko'rsatsak, bemalol tezroq ishlata olamiz salonni. Pichoqni sindirib qo'ymasdan kerakli formani chiqarib olsak bo'ladi. Xo'p, bizga uning uchun yana chegara kerak bo'ladi. Buni ichki chegarasi. Ikkita chizuvni belgilab turib, уже 3D trayektoriyaga o'tamiz. Bu yerda berilyapti relief silikon emas, bizga belgilangan vektor bo'yicha pichoq tanlaymiz. Bir to'la chistovoy tanlab keturamiz. Bunga o'sha maksimalni ingichka bo'lgan tig', bunda uchi dumaloq 2 mm diametri 2 mm bo'lgan 2,5 mm bo'lgan tig' ishlatamiz. Uchi konusli pichoqlar bo'ladi-ku. Hozir sanaqasini ko'rsatsam, shaklini hozircha ahamiyati yo'q. Men o'sha uchini to'g'rilab qo'yaman, shu uchiga qarab moslashadi. Bu yog'i shu konusni ketgan 3D uchun mo'ljallangan.
belgilaymiz. Bitta turibdi raster. Bu o'sha обработка strategiyasi. Raster belgilagan bo'lsak, bu yerda ko'rayotganimizdek, keyin pichoqni mana shu yerda katta rol o'ynaydigani uzunligidan kelib chiqib, shagini, qadamini, uzunligini berib chiqamiz. 0.5. Menda 0.5 turadi. Kimdir buni 0.3 qiladi, 0.2, kimdir kattaroq qiladi. Bu o'sha sifatga ta'sir qiladigan narsa. Freza qanchalik yengil bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, mana shu kattalashib ketsa, mana buni chiqishi orasidagilari shuncha yirik gruviga chiqaveradi. Bu avtomatik ishlash vaqtiga ta'sir qiladi. Endi bu yerda ko'radigan bo'lsak, hozir raster berdik, ham klassik turibdi. Bu bunaqasiga boshlanyapti, keyin tugagandan keyin mana kalta joy bo'ylab o'tib aylanib chiqadi. Stanokga, ya'ni kichkina masofaga ko'p qayta yurib chiqishi bu juda ham ko'p vaqt oladi. Ya'ni to'xtaydi, orqaga qaytadi, to'xtaydi, orqaga qaytadi. Bu o'sha to'rtburchak splashnoy joylarga yaxshi ishlaydi raster. Buni 90 qiladigan bo'lsak, buni yo'nalishi o'sha 90 qiladigan bo'lsa, yo'nalishi bunaqasiga tushadi. Endi bu yerda bunaqasi boshlayapti. Bular shu spiral bo'yicha, ramka bo'yicha men eng ishlatganim smeshение klassический. Qaysidir обработкаlar juda ham og'irlik qilib ketib qoladi, bir xilda kompyuter qotib qolishi ham mumkin. Eng praktiknisi mana tajribamda mana shu. Ya'ni bu ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu ramka bo'ylab aylanib chiqaveradi. Bu yoqdan kelyapti, buralotda pastga ketyapti yo'nalish. Maksimalniy uzilishlar, to'xtashlar kam bo'lib, bitta chizma aylanib chiqadi, 0.5 suriladi, keyingi chizuvga o'tadi. O'sha bitta Z balandligi kam o'ynaydi bu yerda. Nimasi? Bitta balandlikda aylanib chiqadi, suriladi, ozgina tushadi, ko'tariladi, yana aylanib. Shunda tezroq обработка qilib beradi. Endi agar bu yerda yana bitta narsasi bor. Смещениеda начать внутрь yoki начать снаружи. Начать внутрь bu shu mana shu uzorni ichkarisidan boshlash yoki tashqarisidan boshlash. Bu ham shu uzorga qarab kelib chiqiladi. Agar bu 3D обработкада pichoq bittada tushadi, shuni hisobini olinglar. Ingichka pichoq bittada, misol uchun bu yerda 10-13 mm chuqurligi tushsa, u sinadi. Bunga yo cho'rnavoy обработка berish kerak birinchi, yoki buni sekin-sekin tushadigan joydan boshlash kerak. Men holatimda buni начать снаружи qilaman. Tashqaridan berganimda birinchi mana shu 3-4 mm gacha 2-3 mm boshlanadigan joydan boshlaydi. U katta nagruska bermaydi. Imam yo'q kelganda ham ozginadan tushib boradi. Ozginadan tushib borganning hisobiga pichoqga unaqa katta nagruska tushmaydi. Misol uchun bu yoqni o'yib qo'ygan, bu yoqqa kelganda 0.5 surilganda yana bir tushar, bir bo'lib tushib boradi. Mana shu pichoq nagruskasini kamaytiradi. Xo'p, detallar tekis chiqishga olib keladi. Xo'p, bu yerda точность shunaqa припуск 0 bo'lib turadi. Bu чистовойda. Agar o'zi cho'rnovoy berib ketgan yaxshi, praktika bo'yicha cho'rnovoy ham xuddi shunaqa qilib qo'yiladi. 6lik yoki 8lik shu joyga qarab, bu o'sha чистовой pichoqni ayidi. Cho'rnovoyda pripuskka bir yoki 2 mm berib ketsanglar, bu ko'rsataman. Nimagadir bu yerda ошибка berdi, слишком допуск deb.
Xo'p, agar cho'rnoy kerak bo'ladigan bo'lsa, shunchaki o'chirib qo'yamiz. Boshqatdan trayektoriya ochib turib, chistoy berayotgandek qolsak bo'ladi. Shunda mana bu o'zimizni robotga ham ochilyapti. Press qo'shib qo'yamiz bo'ldi faqat. Yozdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana bu ustidan sal teparoqdan 6 mmlik pichoq yurib chiqyapti. Bu grubiy. Shu nagruskani olish uchun o'tib chiqadi. Chistovoy tagida. Ya'ni har yarim millimetrda surilib sillatib o'tib chiqadi. Shu. Artgan bo'yicha nimadir qiziqib kirgan bo'lsanglar, agar nimadir yana qidirayotgan bo'lsanglar, yozinglar. Qo'limdan kelgancha ko'rsatishga harakat qilaman.